Mening uyim. Vah. Bugungi kunim ajoyib o'tadi degan umiddaman va qani let's go. Xo'sh, bugun nima qilsam ekan? Ichim ham qisib ketdi. Xo'sh. Aytlarni sayr qilib kelsammikin yoki? Mayli, mashitlarni ko'rib kelaydi. Bu yerda nima qilaman? Xo'sh, mayli. Betlarni ko'ramiz. Ovqatlanib olishimiz kerak. Bugun men 4 yeyman. O'tirib olaydi. Vah. To'yib ham ketdim, xo'sh. Qonli bo'lamiz. Bo'ldi, ana endi esa betlarni ochib qo'yamiz. Havo kirib tursin. Xo'sh. Endi nima ham qilardik? O'tiramiz. Nima qilsam ekan? Odam ichi ham qisib ketdi. Nima qilsam ekan? Bitta o'tirib o'ylanib olaydi. Telefonda nima gaplar, yangiliklar ko'raylik-da. Xo'sh, bu yerda unchalik qiziqarli narsalar yo'q. Mayli. Qani, bitta odamlarga qani gaplashib ko'raylik-da. Xo'sh. Tak. SMS keldimi? Ko'raylik-da. Tosh. Reddit'dan kelganmi? Tak. Xo'sh. Rostdan. Reddit'dan kelgan ekan. Xo'sh, nima degan ekan? Tak. O'tirib olaylik. Xo'sh. Salom uzbi minir. Xo'sh. Meni tanirkan Reddit. Xo'sh. Mayli, qolganini o'qiylik-da. Xo'sh. Tak. Mening shaharimga ko'chib kel. Nima? Shaharga ko'chib. Uni shaharga ko'chib qo'shimni istayapti. Yo do'stlar. Axir men endigina ko'chib keldim bu yerga. Zerikib ham ketgandim, lekin bu shahardan Redditning shahari qiziqarlimikin? Uni videolarini ko'rganman, juda ham qiziqarli. Xo'sh, qolganini o'qiylik. Tak. Bu yerda sening yordaming kerak. Senga uy ham bor. Kelsang bo'ldi. Hamma narsa bor ekan, borsamikin? Mayli, boraman. Xo'sh, demak, narsalarimni olaydi. Bu yerdan pullarimni buni ham olib olamiz, buni olamiz. Xo'sh, tak. Bitta mana bu 4 oxirigacha yeb ketmasam bo'lmaydi. Xo'sh. Hopa. Rosa to'yib ketdim-da o'zi. Xo'sh, buni yopib qo'yamiz. Xo'sh, tak. Bunda hech nima yo'qmi? Hech nima yo'q. Qo'shnim aytib o'tirganmi nima palo? Mayli, endi baribir men bu yerdan ketaman. Betlarni yopamiz. Va qani ketdi bo'lmasam. Bo'ldi. Bu yerdan suramiz endi. Tak. Hopa. Rolo yo'qmi ekanki? Tak. Hopa. O'tirib endi sekin boramiz deb qanal ketdi. Let's fucking go. Ketdi. Tak. Menimcha bu yoqqa bo'lsa kerak. Tak, ketdi politsiya.
Redepning shahriga let's go. Xo'sh, tak, mana men ham yetib keldim Redepning shahriga. Redepning shahri ham unchalik ham yomon emas ekan. Manimcha mana shu yerda aytdi. Tak. Kelib ketmadimi? Yemaydi. Sal beri qo'yaylik. Bu yerda mashina o'tmasa kerak. Endi nechanchi qavat ekan? Hozir so'rab olaylik. Tak. Xo'sh, yozamiz nechanchi qavat ekanligini va endi kutamiz. Va bolalar mana 5-chi qavat ekan. Eng oxirgisi. Yemaydi. Mana ketdik endi. Tak. Charchab ketdim-ku. Qachon chiqamiz ekan? Demak, mana shu uyni aytdi. Oho, yomon emas. Tak, oynani ochib qo'yamiz. Tak, bu televizor, o'zimnikidek xalatilnik. Va bu yerda o'tiradigan va bu yerda yo'q. So'rab kelish kerak. Bunaqa javon lekin menda yo'q edi. Mayli. Endi bor. Menda bunaqasi ham yo'q edi. Endi bor. Tak. Xo'sh, bu yerda esa o'tirib televizor ko'ramiz. Tak. Demak, bolalar, mana men ham keldim. Hammasi zo'r. Demak, endi ko'chaga chiqib bitta aylanib kelamiz. Let's go. Qani betlardan chiqib olaydi. Oppa. Qani hozir chiqib olamiz. Tushib olaylik. Qachon tushar ekan mana? Jonga ham tegib ketdi. Bunchalar balanddan olmaydi-ya. Mana. Yomg'ir quyyordi. Betroqda turib olaylik. Qachon tugayotgan bu yomg'ir? Jonga ham tegdi-yu. Hozir mana shu yerda o'tirib turamiz. Tak. Tak, menimcha yomg'ir tindi. Va mana yomg'ir ham tinibdi. Endi esa bitta ko'chalarni aylanib kelaylik. Xo'sh, demak, bu yerdan yursak. Bu yo'llar ham yomon emas. Yuraveramiz. Stop. Betroqdan aylanamiz. Mana shu yer esimda, mana shu yerda Redep va Javohir mashq qilib mana shu yerda video olgan ular. Nima, YouTuber hayoti deganmi? Mana shu yerda o'marishganmi yoki adashdimmi? Bilasizlar, kommentariyada yozinglar. Demak, yuraveramiz. Xo'sh. Betlar ham ajoyib va g'aroyib. Xo'sh, endi esa ketdi. Xo'sh, bu yer maktab. Adashmasam. Yuraveramiz. Xo'sh. Bu yerchi. Bu yer boshqa birovning uylari. Biza ketdi. Bo'la biza uyimizga qaytamiz. Shuncha aylangan yetadi. Tezroq boraylik zo'r bo'lardi. Tak. Yo'qqa burilamiz. Ana sal qoldi. Bizam chalag'aydayman. Mana yetib keldi uyimizga. Xo'sh, tak. Bitta parkovka qilib qo'ysa zo'r bo'lardi bular. Ana bo'ldi. Endi esa uyimizga kiramiz. Let's go. Endi shuncha vaqt chiqamiz. Uyimga ham mana yetib qolay dedim. Xo'sh. Va mana uyimga ham kelib oldim. Xo'sh, endi esa yotib biroz dam olishim kerak.
To'rtliklarcha uncha yoqmayapti desam aldagan bo'laman. Aytgancha bizlarda suv ham yo'q hali. Mayli. Opa. Tak, bolalar, video yoqqan bo'lsa obuna va like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Keyingi videoda albatta Receptning oldiga boramiz. Hammaga xayr. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan o'zbek bo'ldi.